sutni yoqtiradimi? Albatta, chunki aynan tinch, barqaror ishlaydigan muzlatgich uydagi tartib, ovqat sifati va xotirjamlikning kafolatidir. IRF 215L esa shovqinsiz ishlab, ko'zga tashlamaydigan, ammo har kuni sezilarli foyda keltiradigan texnika turiga kiradi. Eng avvalo bu model 211 litrli hajmiga qaramasdan o'rtacha eng zarur mahsulotlarni o'z ichida joylashtira oladi. Har bir tokchalar puxta o'ylab chiqilgan, har bir joy foyda uchun xizmat qiladi. 4 yulduzli muzlatgich kamerasi tez muzlatish funksiyasi orqali mahsulotlarning ta'mi, tuzilishi va foydali xususiyatlarini saqlab qoladi. Go'sht, sabzavot va yarim tayyor mahsulotlar barchasi ishonchli himoya ostida. Energiya sarfi haqida so'z ketganda, IRF 215L o'zini to'liq oqlaydigan texnika. A+ toifadagi energiya samaradorligi tufayli u kun va tun ishlasa ham elektr xarajatlarini oshirmaydi. Bu esa nafaqat qulay, balki iqtisodiy jihatdan ham foydali yechimdir. Boshqaruvda ortiqcha murakkablik yo'q. Mexanik tizim aniq, ishonchli va uzoq yillar xizmat qilishga mo'ljallangan. Hech qanday ortiqcha sensorlarsiz, faqat va faqat qulaylik. Muzlatgichning yana bir ahamiyatli jihati qaytariladigan eshik. Bu detal oshxonangiz rejasiga mos tushishi uchun katta ustunlik beradi. Qay tomon qulay bo'lsa, shunday o'rnatasiz. Ichki qismi LED yoritish bilan jihozlangan bo'lib, u nafaqat tejamkor, balki kamera ichini ravshan va aniq ko'rsatadi. Hatto kechqurun ham kerakli mahsulotni bir zumda topish mumkin. 540-551 1428 mm o'lchamlari bilan IRF 215L katta joy talab qilmaydi, ammo imkoniyatlari bilan katta ehtiyojlarni qoplaydi. Buning ustiga CE, CB, UL sertifikatlari mahsulot sifati va xavfsizligining xalqaro darajada ekanini tasdiqlaydi. Gapimizni yakunlaydigan bo'lsak, IRF 215L bu faqat muzlatgich emas. Bu tinch ishlaydigan yordamchi, kundalik hayotda sezilmaydigan, ammo juda muhim rol o'ynaydigan texnikadir. Ideal sifat va ishonchlilik kafolati.